Assalomu alaykum. Sarashop do'konimizning YouTube'dagi foydalanuvchilari, bugun sizlar uchun do'konimizni polni obzor qilib, do'konimizdagi barcha ko'ylaklar bilan tanishtirib chiqamiz. Qani ketdik. Obzorimizdagi birinchi ko'ylagimiz velvetga materialdan tikilgan, shunaqangi ustida kostyumli, ichida bazaviy ko'ylagi bilan bo'lgan Glamour brendiga tegishli bo'lgan ko'ylaklarimiz. Razmerlari standart bo'ladi. Ko'ryapsiz, juda ham skromniy qilib tikilgan, ishlab chiqarishligi вообще gap bo'lishi mumkin emas. Kiygandan ham вообще qichuv turadi. Buni ikki xil rasvetkasi bor, baloshni hamda qora rasvetkasi bor. Buni ko'ryapsizlarmi? Brendlari вообще zo'r. Ichidagi ko'ylaklar ham вообще abaya svetda ishlab chiqarilgan, вообще zo'r narsalar. Narxlarimizga keladigan bo'lsa, narxlarimiz atiga 130 ming so'mdan Sarashop do'konimizda har qilsanglar bo'ladi. Bu birinchi obzorimiz edi. Buni ham bo'ylari uzun bo'ladi. Birinchi uzun ko'ylaklarimizni boshlaymiz. Ikkinchi modelimiz ham velvetli materialdan bo'lgan abaya fasonida tikilgan ko'ylaklarimizdan bo'ladi. Bunda shunaqangi zanjirlar bo'ladi. Вообще ochib turadi, bor kiyganingizda olov turadi vashi. Bo'ylari ayniqsa uzun bo'ladi. Uzun narsa kiydi opajonlarimiz uchun juda ham skalat narsalarimiz kelgan. Bunda rasvetkalar ko'rishingiz mumkin. Rasvetkalarimiz 5 xil rasvetka kelgan. Yashil, bardoviy, to'q qarishli, o'rzoq qarishli hamda maloshli do'qroq kelgan. Buni ham ko'ringlar. Sifatida вообще bomba narsa. Buni abaya fasonida tikilgan. Nima deysizlar? Bo'yinlarda ham yoqalari ham baland, shunaqangi bo'g'ib turadigan bo'ladi. Вообще zo'r narsalarimiz. Razmerlarimiz standart bo'ladi. 48 dan 52, hattoki 54 gacha ham razmerlarimiz tushadi. Narxlarimiz atiga 120 ming so'mdan. Xo'p, ikkinchi modelimiz ham velvetli materialdan bo'ladi. Bu ham abaya fasonida, keng fasonida tikilgan. Buni belida shunaqangi zanjir bo'ladi. Keng fason bo'lsin, lekin bo'ylab tursin, yo'qsa belimi ixchamligini bilintirib tursin degan opaxonlarimiz uchun shunaqangi zanjirli modellarimiz kelgan. Shunaqangi oldilarida broshkali emblemalar bo'ladi. Fashion brend tegishli juda ham sifatli narsalarimiz, razmerlarimiz aytganimizdek 48 dan 52-54 gacha xotirjam tushadi. Narxlarimiz atiga 120 ming so'mdan. Hozirda bu velvetli materialimizdan atiga ikki xil rasvetkamiz qolgan, yashil hamda bardoviy rasvetkalarimiz qolgan. Navbatdagi ko'ylagimiz shunaqangi paloski bo'lgan bazaviy ko'ylagimiz bo'ladi. Buni ham razmerlari standart bo'ladi. 52 gacha xotirjam tushaveradi. Bluetoothda buni 3 xil rasvetkasi bor. Qora qarashli hamda seriy svetlarimiz bor. Hammasida palasali bo'ladi. Narxlarimiz atiga 130 ming so'mdan Sarashop do'konimizda xarid qilsanglar bo'ladi. Bundan keyingi obzorni ham boshlaymiz. Navbatdagi obzorimiz bazaviy ko'ylagimiz bo'ladi. Prada brendiga tegishli bo'ladi. Paloski bo'ladi. Razmerlarimiz 48 dan 52 gacha xotirjam tushadi. 3 xil rasvetkasi bor. Qora qarishli hamda seriya svetlarimiz bor. Narxlarimiz atiga 130 ming so'mdan Sarashop do'konimizda. Navbatdagi ko'ylagimiz shunaqangi вечерний ko'ylaklarimiz bo'ladi. Shunaqangi bandichalar bor, belida ham belbog'lari bo'ladi, sharflar bilan bo'ladi. Sharf ham bonusga deydi. Shunaqangi ko'ylaklarimiz kelgan, ko'ryapsizlarmi? Tikilishini ishlab chiqarish ham вообще bomba narsa. Ayol qizlarim uchun, ayniqsa yosh opaxonlarimiz uchun zo'r narsa. Bo'ylar ham uzun bo'ladi. Bo'y uzun opaxonlar uchun juda ham zo'r variant. Bellarda ham belbog'larni qaranglar. Buni shunday bitta tugma qilib turib tug'oysanglar вообще chiroyli turadi. Buni rasvetkalarda ham bor ko'rishingiz mumkin. Qaranglar, buni qarishli ranglari bor. Qarishini ochib olib, bardovisi bor. Bardovisi ham juda ham bomba turadi. Ko'ryapsizlarmi turishini? Sharflarga necha bal endi. Вообще zo'r narsa. Material ham yumshoq, kiyganlar ham kamchimaydi. Вообще bomba narsalarimizdan. Narxlarimiz atiga 140 ming so'mdan. Razmerlarimiz inshaalloh bor. Yosh katta onaxonlarimiz uchun shunaqangi keng assortimentdagi bo'yi uzun bo'lgan, oldida zamoshkali bo'lgan, aplikasiya toshli bo'lgan, materiallari juda ham chiroyli bambuk materialdan bo'lgan ko'ylaklarimiz bizga yetib kelgan. Shularni birin-ketin obzor qilamiz. Buni birinchi rangi qora rasvetkasi bo'ladi. Ko'ryapsizlar, zambukning oldida ham
applikatsiya tosh bor, uning yonida ham applikatsiya toshlari bor. Oldi o'rtasida material boshqa, yonidagi yana bir qator boshqacha materialdan, gulli materialdan yurg'izib tikilgan. Juda ham skromli tikilgan. Orqalarida ham bir qator alohida materialdan tikib chiqilgan, ishlab chiqarishga вообще gap bo'lishi mumkin emas. Oldi ham rosa yoshi katta ona hollari uchun moslangan, unaqa katta ochiq bo'lmaydi. Buni korishneviy svet ham bor. Bu ham xuddi shunaqa qora rasvetkamiz bilan bir xil kichik ham, tikuv ham, juda ham chiroyli hamda sifatli bomba narsalarimizdan bo'ladi. Xo'p, buni ham orqasi ham skromniy. Bularning hammasini pishirish ham, tikilish ham juda ham chiroyli hamda bir xil sifat bilan chiqar. Razmerlarimiz 48-50 razmerdan 56 razmergacha bo'ladi. Narxlarimiz atiga sizlar uchun 130 ming so'mdan qilib qo'ydik. Sara Shop do'konimizning YouTube'dagi obunachilari sizlar uchun xudo xolisa harakat qilib, YouTube uchun ham videoni tayyorlashga harakat qilib, qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Buni inobatga olgan holda poddesh qilib, like, comment qilib, do'stlaringiz, yaqinlaringizga jo'natib qo'yasiz degan umiddamiz. Bizga juda ham ko'plab savollar, ko'plab takliflar tushyapti. Takliflardan birinchisi bu Optum tovarga ham ishlasizlarmi degan savollar juda ham ko'p tushyapti. Biz bu narxlarimizdan tashqari Optumchi savdogar hamkasblarimiz uchun juda ham katta chegirma hamda aksiyalar qilib beramiz. Sara Shop do'konimizga kelib yokida opsiyada qoldirgan nomerlarga aloqaga chiqib, Optum tovar olamiz deb aloqaga chiqsanglar, inshaalloh shu insonlarga ham, savdogar kasbdoshlarimizga ham juda ham qulay narxlarda tovarlarimizdan qilib beramiz. Hattoki dastavka xizmatlarimiz ham bor. Ikkinchi mavzumiz o'zi asli dastavka mavzusi edi. Do'konimiz yangiligi sababli juda ham ko'p talablar, ko'plab zaявkalar tushgani sababli dastavkaga ham ulgura olmayapmiz. Chunki do'konimiz o'zida ham inson xaridorlar ko'pligi sababli do'konimizdan bo'shab dastavka xizmati uchun vaqt ajratishga ulgurmayapmiz. Inshaalloh sizlar qo'llab-quvvatlab poddeshga qilib tursanglar, noto'g'ri tushunmasdan to'g'ri vaziyatimizni tushungan holatda poddeshga qilib tursanglar, inshaalloh bu ishlarimiz ham yo'lga qo'yib olamiz. Ungacha sizlardan faqatgina poddeshga kutib qolamiz. Xo'sh, bizning do'konimizning manzilini yana bir bor tushuntirib o'taman. Do'konimizning manzili Kombinat bozoriga kirishingiz bilan Farg'ona ko'chasidan o'tib, 2 metrga yetmaganda yangi ochilgan Xitoy do'konining yonida Sara Shop reklamalari sizlarni kutib oladi. Do'konimiz podvalda joylashgan. Juda ham katta assortimentlarimiz bor. Oyoq kiyim deysizmi, shim, yubka, kofta, tunika, hamma narsamiz bor. Hatto duvokalarimiz, xalatlarimiz juda ham assortiment katta. Savdogarlarimizni ham hamkorlikka chaqirib qolamiz. Juda ham katta chegirmalar bilan qo'limizdan kelgancha yordam qilib, poddeshga qilamiz inshaalloh. Xullas, sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim, ko'plab zaявkalar tushgan sababli javob bera olmayapmiz. Instagramda ham, zaprosda ham juda ham zapros bo'lib ketyapti. Savollarga javob bera olmayapmiz. Buni to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. Barchalarni do'konimizda kutib qolamiz. Poddeshga qilsanglar inshaalloh bundan katta maqsadlarni inshaalloh sizlar bilan birga erishamiz. Bundan keyingi videolarda ko'rishgungacha xayr.